7,5 million ekan. Davay 6,5 million qilib beraylik, mana hozir. Yo'q, akam, xonavayron bo'lib ketamiz. Yo'q. Hurmatli mijozlar, bugun sizlar bilan lososovik katta ikra haqida Voy, gaplashamiz. ukam, o'sha qizil ikrani bilamiz. Beshakanda har doim sifatli va sveji mahsulotlar bo'lgan. Shunaqa. Bugun qizil ikra emas, qora ikra haqida gaplashaylik. Qo'limda turgan qora ikra bu asyotirni LCSga asyotir ikrasi. Bu bo'lsa o'zing aytib ber. Bu Kaluga ikrasi bo'ladi, akam. Juda ham noyob hisoblanadi. Bu kalugaligimi, ukam? Xuddi shunday. Kalugaligi shunda noyobroq bo'ladi deyishgan. Shunaqa, kamyob bo'ladi. Bu O'zbekistonda bor ekanda. Bor, albatta bizning do'kon. Именно Beshakkan sertifikat anaqalari bor. Beshakkanni emblema pechatlari bilan qilib qo'yishdi, gap bo'lishi Xuddi mumkin shunday. emas. Bu menimcha sizlar uchun ishlab chiqarilgan. Именно. Именно Beshakkan uchun LCSga biologik ikra. Bu Shunaqa? yerda mana Asyotir asyotir ikrasi. ikra. Xullas, narxlari qanaqa? Narxlarini 7,5 milliondan kamiga sotganimiz yo'q hali shu vaqtgacha. Hop, 7,5 million ekan. Davay 6,5 million qilib beraylik, mana hozir. Yo'q, akam, xonavayron bo'lib ketamiz. Yo'q. Sizniki ham emas, meniki ham emas. O'rtasini qilib bersak-chi? 7 millionmi? 7 milliondan. Bo'ladi. 7 milliondan 500 grammlik qora ikrani tozasi, eng zo'ri. Faqat sizning nomingizdan kelgan klientlarga. Beshakkanni bilasizlar, har doim eng sara va eng sifatli narsalarni va svejisini topsanglar bo'ladi. Albatta bizning do'kondan. Like bosib, ikra sevadigan do'stinglarga tashab qo'ying. Albatta. Sizlarning do'konimizda kutib qolamiz. Sog' bo'linglar. Nasib bo'ladi? Kaluga, a? Kaluga. To'ppa to'g'ri eshitdingiz. Juda Judayam mak qilib qo'yaman hozir yana boshqa.